Сегодня 7 октября 2011 года. Это снимается интервью отца Бахадыра Чириева в Ташгорсуде по уголовным делам. Рассматривался сегодня процесс об его сыне, которого незаконно оштрафовали на 35 миллионов суммов. Говорите. На o'zbekcha можно. O'zbekcha aytaman. Men hurmatli fuqarolarim, 28 millionlar shuni bilib eshitdinglarki, mana shu noqonuniy, masalan, tergovda xodimlari Amerika o'tib ketdi, o'zidan o'zi pul ishlashyapti. Bu hech qanaqa u Amerika o'tmaydi, Amerika mardikor bozor emas bu narsa. Ularni ta'zir asar o'tkazgan muhojir bo'lib ketdi buni. 1 yil tekshirib ularni olib ketgan. Ana endi bular chegarani sen noqonuniy buzib ketgansan sen deb 30 million jarimaga solyapti. Bu bola chaqasi bilan o'tgan, bola chaqani olib tashlaymiz deb bir qanday guruhlar deydi. Tashqi guruhlar o'tgan, o'sha tashqi guruhlar tergov topib bersin-da, kim bilan o'tgan? Kimning buyrug'i asosan? Nima sabab bo'lgan? Mana shularni tergov topilmay, tergovchi buzilib, prokuror uni ustidan haligi bola chaqani olib tashlab, bizga keragi yo'q boshqa odamlar bilan shaxsan qilib protest yozyapti endi. Qanday tuhmat qolgan odamlar bilan. Shu narsa hech qanaqa qonunda ham yo'q, zakonda ham yo'q. Bular O'zbekistonda shunaqa haqiqat yo'q, inson nima yo'q. Ya'ni shu narsa doim Shinbek prezidentning o'tirgan so'zlari sudga kiradi. Sudga hamma odam haqli deb kirgan so'zlari, minbatning gaplari bepul bularga. Sud bitta ma'no qo'ydi, boshqani qo'ymadi. Bironta malaki jamiyatning odamlarini, tarafdorlarini qo'ymadi hech qaysini. Nima endi ularga? Mana qayerda prezident aytadi, qonun boshqacha, ish qozilar boshqacha yuradi. Mana shundan toping. Bu O'zbekiston bundan mustaqil bo'ladi. Mustaqildan O'zbekiston bundan rivojlanadimi? Haqiqat chiqmasa, tergov xodimlari buzaversa, buni sud qaytarib tergov jo'natmasa, nima uchun endi bunda kuyinib yonib bo'ladi bundan? Buna qanaqa bu ish bitadi bundan? Hech qanaqa bu nima chiqmaydi bu. Ezilgan ezilaveradi, aytgan ezilaveradi, yashagan yashayveradi. Men chiqmam shu bilan. O'zbekistonda yo'q haqiqat. Prezidentning gapiraveradi prezident. Hali kuchuk huraveradi, karvan o'taveradi. Prezident xuddi shularga bular shunday o'qib qo'ygan organ xodimlariga. Kuchuk huraveradi, karvan o'tib prezidentning gapiga gap demaydi bular. Faqat oddiy xalqqa prezident o'tadi. Hurmat qiladi prezident. Bular organ xodimlari, bular hech qanday hurmat qilmaydi. Bilgandan qilmaydi, tamom. Shu.